Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bizga Samarqand Norpoydan 60 dona tuxumlar keldi. Yaponkalarning tuxumi. Bu yoqda oq, qora va ola chipor va jigar chipor yaponkalarning tuxumidan keldi. Hozir ochib ko'ramiz sizlar bilan. Shunaqa holatda keldi tuxumlar. Tuxumlar bunaqa holatda yaxshi chayilmasdan keladi. Bularni ham bir ichini ochib ko'ramiz. Mana shunaqa yaponkadan tuxumi bo'ladi. Holati yaxshi. Singanlari xudo xolasa yo'q. Pastida ham. Shularni hozir hammasini endi xudo xolasa inkubatorga bostiramiz. Men sizlarga videosini ham hozir ko'rsataman, qanaqa tuxumlardan bo'lganligini. Videoni oxirigacha kuzatinglar, ko'rasizlar.